Asminokka bunaqa mazali pishirilganini hali yemagandim. Kecha Toshkentda dahshat ikkita restoran ochildi. Influencer, businesswoman, blogerlar hamma bor. Endi o'zimni vpечатлениями aytaman. Eshigiga kirganda atmosfera o'zgarganini sezasiz. Uyut va komfort. Chunki restoranning asosiy konsepsiyasi oilaviy kelish uchun tanlangan ekan. Конечно, oilaviy bo'lgandan keyin игровой ham bor. Umuman plastik ishlatilmagan. Hamma narsa daraxtdan yasalgan. Restoran italyanskiy va gruzinskiy bo'lgani uchun ta'mlar uyg'unligi shunaqa zo'r. Bu esa restoranning uchredители o'zini xotiniga yordam uchun katta rahmat deyishdi. Hammalari birga lentani kesishdi, ashulalar aytildi, juda ham zo'r bo'ldi. Ashula aytilgandan keyin nima bo'ladi? Hamma raqsga tushadi. Hayotimdagi eng katta hinkali bo'ldi, XXL razmerida. Buni qanaqa yirganmiz deb turuvdim. Bu hinkalining ichida kichkina hinkalichalar bor ekan. Har bitta ovqatni podachasidan keyin ofitsiantlar kelib qanaqa yeyishni ham aytar ekan. Keyin esa hamma bittadan hinkali ish master-klassini ko'rsatdi. Hinkalidan keyin mega razmerdagi xachapuri ham keldi. Shvili va Asseria Mario restoraniga обязательно oilaviy yana kelamiz.